bog'lar bugun короче полностью Melbetdan, Mosbetdan hammasini qanday ro'yxatdan o'tib, nima qilish kerak aytaman. Mosbet, Melbet, Linebet hammasi bitta mana shu ko'rinishda bo'ladi, просто nomi boshqa bo'ladi. Nasturkasi bir xil bo'ladi. Registratsiyani bo'lsamiz, один klik eng yaxshi biri, pastdagi telefon raqam orqali, agar sizlarda telefon raqamlaring bo'lsa, o'sha orqali o'tinglar. Telefon raqami yo'qlar uchun birinchisi yaxshiroq. один klik qaranglar. Bu yerda kim qayerda bo'lsa o'shani belgilaydi. Masalan, men O'zbekistonni belgilayman. Mana shu AdNXBetdan olingan narsa ko'pon qilib, o'qib, mana bizning kanal yanchalik ko'rsatmayapti. Qaranglar, sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsam, qaranglar, boshlaning bu yerga qayerdan stavka tiqib, nima qilish, ana shu yerda mana pastda turibdi stavka uchun. Biz только faqat kazino o'ynaymiz. Kazino bo'lsamiz. Keyin iSphere bizga promokod bo'ladi. O'sha promokodni ro'yxatdan o'tsalang, spokойно bonus beradi. Aka bonus bermadi, ko't ekansiz deb aytsalaring, mana yozib qo'ysalaring bo'ladi. Mana lichkam qoldirib qo'yaman. Shunday kirasizlar, yozib qoldirasizlar, aka bonus bermadi deb. Men sizlarga boshqatdan bonus olib beraman. Bu yerda короче kanot chiqadi, kapchani shuni to'ldiramiz. Все, keyin. Sangina jetcha odam qiynaydi. Aytdimmi, sangina qo'toq narsa bu. Все, ro'yxatdan o'tdi. Kimga kerak bo'lsa, rasmini bitta короче tushirib olasizlar o'zlaringga. O'zlaring akkaunt ochayotganda shu narsa kerak bo'ladi. Eslanglar qolsin. Ro'yxatdan o'tildi. O'tgandan keyin tepada nasturka bo'limiga kiramiz. Yana birinchi mana bu knopkacha. Keyin shu yerda danlar hammasini to'ldirib chiqamiz. Keyin mana bu yerga to'ldirib chiqamiz. Keyin mana bu yerga безопасность настройка bor, u yerga kiramiz. U yerga kirgan telefon nomer, sekretniy narsalar, keyin autentikatsiya, o'shani qo'yib qo'yamiz. Elektron pochta yoqib qo'yamiz. Все, shuni elektron pochta olgandan keyin yoqib qo'yasizlar, bo'ldi. Qaranglar, pul kirgizmoqchi bo'lganlaringda eng kam 5000 so'mdan ketaveradi. Humo, Uzcard hammasi 5000 so'mdan ketaveradi. Karta raqam, ism, familiya, keyin bu yerda kartaning anosi, muddati. Все. Pul ich olmoqchi bo'lganlaringda xuddi shunday. Humo bo'lsamiz, bu yerda qancha ich olmoqchi bo'lsalaring, karta, ism, familiya, keyin bu yerga shunday mashina yonbosh bosib qo'ysalaring, bo'ldi mashina. Xuddi shunday qolib ketaversin. Bu yerga короче, mening balansimda 0 bo'lgani uchun 0 turibdi. Qaranglar bolalar. Pizza. Bu o'tdi, bu короче hozir bo'lgan o'tdi. Undan keyingi spasman turmlan 556 ming so'm tikdim. 1.7 kam setgan, o'zi 8 ming bo'lib qaytdi. Akkaunt o'zi boshidan ochilganda mana 2 ming, 3 ming, 4 ming, maksimum 30 ming bo'ldi. Shunaqa gap bolalar.